1 ga 2. Bug'doy mana endi fazla xudo 1 ga 1,5. Bir odam g'ariblik qilaman desa, shukr yaxshi, mana g'ariblik bo'libdi. O'rilgan bug'doyni bog'ini bir bog'lab ko'raylik, qanaqam bo'ladi. Mana do'stlar. Qancha bu bizga. Oho. Maqsad siz bilan men safo qilar. Assalomu alaykum. Mehribon do'stlar, umid qilaman sog'likda oromlikda yashab yurgan bo'lsangizlar. Buruz yo dehqon dasturimizni buruz ham bir dashga kelsak-u, bir o'roq o'rikon mardumlarning oldiga so'zlarni eshitsak va o'sha boraga bizlar shu ro'z bir tasmim oldikki, xohladik shu dasturni yana ham peshilsak. Do'stlar, bizlarni barnomamizni, dasturimizni davomi bor. Shu yerga bir akamiz bor, bulardanki so'raymiz, bu havoyi issiqqa qanaqam bug'doy va o'roq boraga ba'zi kasoyki dehqonchilikni bilmaydi, ularga kami besh ma'lumot beradi. Salomat bo'ling. Avval ismingizni aytsangiz? Ismim Solih Muhammad. Solih Muhammad, aka Solih Muhammad, siz shu yerga buruz o'roq o'rib o'tgan ekaningiz, tashakkur, bizlarga kami 5 vaqtingizni qo'ydingiz. Aytsangiz, bu qanday qanaqam shaklga bu o'roqni, masalan, sizga dehqonimi yo biron joydan mardumnikini o'zingiz olib o'roqda o'rmoqqa oldingizmi? Shu boraga kami 5 ma'lumot bersangiz. O'roqlarning ishi yaxshi. Mana arpani berib o'ltiribdilar 1 ga 1,5, 1 ga 2. Bug'doy mana endi fazla xudo 1 ga 1,5. Bir odam g'ariblik qilaman desa, shukr yaxshi, mana g'ariblik bo'lib to'xtagan o'roq bor. Agar bir odam qilaman desa. Durust. Masalan 1 ga 1,5 dedingiz, masalan shu tuxmi 1 ser bo'lsa, o'shanga 1,5 ser. Ha, 1,5 ser. Va o'shaki ekilguncha o'shaki uflak ko'rmaysiz, shu boyki nimarsani aytsa o'shanga. O'sha qabul. Endi agar boy rost aytadi ham o'zi biladi, uni yolg'on aytadi. Yolg'on aytsam bizlarni foydamiz, rost aytsam bizlarni foydamiz. Uni mushkuli yo'q uni. O'zgardini o'zi biladi, so'g'i biladi uni. Masalan, bekar cho'tizdan bir nafarni o'zi kunda qancha serni joyini o'rib biladi. Endi bundoq gap borki, bir xil yillar bor, masalan, bug'doy xushtaravroq bo'lsa, masalan, bir nafar 1,5 ser 2 ser joyini o'radi. Ana bir bug'doy bir bo'lmas bo'lsa, yotgan bo'lsa, tikonli bo'lsa, ana 1 ser o'shanga ham birdan tushmasa 1 ser tushadi. Tushmas emas. Mashallah, sizni o'rib olgan joyingizga bug'doy ham yaxshiroq. Nomi Xudo g'animat ay. Xudo rizq qilgani bo'ladi. Nimalarki Xudo rizq qilgan bo'lsa o'sha bo'ladi. Na kam bo'ladi, na ziyod inshaalloh. Inshaalloh biron zot qoladi degan. Qoladi. Chunki bu kasb halol. Bali. Salomat bo'ling do'stlar, ham sizga bo'ling hamda. Do'stlar ko'pdan ko'p salom ayting. Mana sado ishi burg'onga ko'rgan do'stlar hammasiga salom ayting bir chetdan. Ha, sog' bo'linglar, orom bo'linglar, xudo hofizlaringiz hamda. Do'stlar ko'rib o'ltigan, ijozangiz bilan kami 5 mana o'roq o'rmoqchi, menga ham o'rgatasiz degan. Mushkil yo'q. Mana o'roq xizmatingizga mana
Ko'raman desangiz. Salomat, ko'ramiz pasat. Orom bo'ling, hay. Endi do'stlar, mana ko'rdikki, aka Solih Muhammad aytdilarki, so'zlarini ham eshitdik. Inshaalloh kamish men ham o'rib ko'ray qoni shu o'roqda no'liq raqam shu boraga bizlar ham kamish ko'raylik. Qanday bo'ladi do'stlar? Tashakkur do'stlar, barnomani davomi bor. Bismillah mana do'stlar, bismillahirrohmanirrohim. Hayroban talayroq. Oyog'imizni o'rab olib qoch. Xo'p. Musobaqa bizga. Oho. Maqsad siz bilan men safo qilar. Magar bir shamol bo'lsa-ki, olib ketadi meniki. Xo'p. Yoki bog'laymiz uni. Xo'p. Dasta qochib ketmaydi. Maqsad biron soatga fikr qildim, tush ketishdan ketaman, o'ravermoqqa. Lekin pasonni bilmayman nega. Nima bo'ladi? Biron soatga inshaalloh qanaqam bo'lsa, inshaalloh bo'lsak bo'lar ekan. Bizlar mana avval shu yerga o'rilgan bug'doyni bog'ini bir bog'lab ko'raylik, qanaqam bo'ladi. Qolgan pasindan vaqt bor, shomgacha ko'sh qilamiz, mayda-mayda ko'rjoq bo'lam. Odat qilaylik xoni. Asliga bo'ldi shuncha bo'ldi. Mana do'stlar. Qancha rohat keladi. Bizlar agar bu ishni qilmoq bo'lsak, ko'p mushkulotlar bor hanuz. Bu do'stlar, bu o'roqni qo'lga oldingizlar. Hatman degan. Kamish o'zingni ishga barobar qilma. این هم است که ما هم آمدیم امروز کمیش درو کنیم. این دیگه بالاخره شروع کنیم که چه میشه میدم میریم تو. حالا دیگه شو dehqonlarimiz degan haqiqatan bir tasvirga chiqarsak, bizlar qo'limizdan kelgan shu va kamish kapitolga hamkorlik qildim. Ko'rdimki shu ishqiy raqam, ishqiy raqam bu havoyi issiqqa shu boralarga. Salomat bo'linglar do'stlar, barnomalarimizni davom bor. Xo'p, aziz va hurmatli ko'ruvchilar, Buruz bizlar bu dehqon dasturimizni bir kami 5 yo'lga do'stlardan ma'lumot oldik va tashakkur, sizlar ham bizlarni ta'qib qilasizlar. To barnomahoy ba'di bizlarni unutmanglar, barnomani davom bor, Xudo yorlariz. Do'stlar aziz, این بود برنامه دهقان. تا برنامه‌های بعدی خدا یار و نگهدارتان. برنامه‌های صدای شبرغان ادامه دارد.